بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى yordam so'ragan holatda Alloh taoloni tanishlik mavzusida dars qilishlikni niyat qildik. Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni avvalambor o'zimizga va yana boshqa barcha musulmonlarga foydali va manfaatli qilsin va Alloh taolo ushbu darslarimizni insonlarning hidoyatiga sababchi qilsin. Allohumma amin. Va Alloh taolo ushbu darslarimizni barakali va davomiyli qilsin. Allohumma amin. Alloh taoloni tanishlikni 3 ta mavzuda darslik sifatida bayon qilamiz. Bu 3 ta mavzuni birinchisi Alloh taoloni Robb ekanligini bilishlik. Ya'ni Alloh taoloni Robb ekanligini tanishlik. Va ikkinchisi Alloh taoloni iloh ekanligini tanishlik. Va uchinchisi Alloh taoloni ism sifatlarini tanishlik. Va bugungi darsimiz muqaddimadan iborat. Insonda yashash hayotida suv va havosiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ya'ni inson suv va havosiz yashay olmaydi. Balkim agarda bir inson suv va havosiz yashay oladi deb tushunsa, bu ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Agarda musulmon kishi dunyo va oxiratda saodatli hayotni istasa, Alloh va Rasulini sahobalardek tanishligi kerak. Insonda yashash hayotida suv va havo qanchalik muhim bo'lsa, musulmon insonda saodatli hayotida, ya'ni dunyo va oxiratda saodatli hayotida Alloh va Rasulini tanishligi juda muhimdir. Va Alloh taoloni tanishlik bu Alloh taologa ibodat qilishlikni keltirib chiqaradi. Agarda bir inson sahobalardek Alloh taoloni tanisa, Alloh taologa sahobalardek ibodat qiladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanishlik bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikni keltirib chiqaradi. Agarda bir inson Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sahobalardek tanisa, ya'ni sahobalardek tanisa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobalardek ergashishlik kelib chiqadi. Oddiy misol, bir inson juda qiyin holatda qolib ketdi. Ya'ni misol tariqasida aytyapmanki, bir inson juda sovuqda qolib ketdi, ya'ni qalin kiyimsiz, ro'zg'orlarsiz qolib ketdi. Va shu qiyin vaqtda bir solih inson kelib, unga yordam berdi. Va qalin kiyimlarni berdi va ro'zg'or yordami qildi. Va shunda mana bu qiyin holatda bo'lgan insonni qalbida mana bu yaxshilik qilgan insonga hurmat kelib chiqadi. Uni yaxshiligini qadrlash ya'ni qalbida kelib chiqadi. Va bu insonni yaxshiligini umrini oxirigacha unutmaydi. Agarda yaxshilab tadabbur va tafakkur qilsak, Alloh subhanahu va taolo bizga juda ko'p ne'mat berganliklarini tushunib yetamiz. U ne'matlarning eng buyugi
bu iymon ne'matini Alloh taolo bizga nasib etganligini tushunib yetamiz. Tobiinlar vaqtida, tobiinlar zamonida yashab o'tgan bir salaf olimlaridan biridan insonlar Alloh subhanahu va taolo bandalariga birinchi bo'lib nimani farz qilgan deb shu kishidan so'rashganda, u kishi javob berishganki, Alloh taolo insonlarga birinchi bo'lib farz qilgan narsa bu Alloh taoloni tanishlikdir deb aytishgan va quyidagi oyatni o'qishgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki: "Sa'zu billah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Alloh taolo mana bu oyatda aytadiki, men jin va insonlarni faqatgina menga ibodat qilishliklari uchun yaratdim deydi. Mana shu oyatni o'qishadi va bu oyatni davomida Ibn Abbos radhiyallohu anhu tafsirini keltirishadiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana bu oyatni tafsirida aytganlarki, Alloh taolo jin va insonlarni faqatgina uni tanishligi uchun yaratdi. Tanishlikni ortidan, ya'ni tanishlik Alloh taologa ibodat qilishlikni keltirib chiqaradi. Mo'min banda qanchalik ko'p Alloh taoloni tanisa va shunchalik ko'p Alloh subhanahu va taolo uni darajasini ko'taradi, dunyo va oxiratda ko'taradi. Alloh subhanahu va taolo Mujadala surasi 11-oyatda aytadiki: "Astagfirullah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Sizlardan iymon keltirgan kishilarni va ilm berilgan kishilarni Alloh taolo darajalarini ko'taradi. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni va ilm sohibi bo'lgan kishilarni dunyo va oxiratda darajasini ko'tarishligini bayon qildi. Banda qanchalik ko'p Alloh taoloni tanisa va Alloh taologa sahobalardek ibodat qilsa, shunchalik ko'p darajasi Alloh taoloning huzurida ko'tarilib boradi. Bunga misol mana o'zimizni O'rta Osiyoda oldingi tarixlarda qaraydigan bo'lsak, buyuk olimlar chiqdi. Misol uchun Imom Buxoriy, mashhurlari Imom Buxoriy, Imom Termiziy. Bular Alloh subhanahu va taoloni sahobalardek tanishdi, ilm o'rganishdi va Alloh taologa sahobalardek ibodat qilishdi. Va Alloh subhanahu va taolo bu olimlarni dunyoda darajasini ko'tarib qo'ydi. Va dunyoda darajasini ko'tarib qo'yganligi bildiradiki, oxiratda ham ularning darajalarini ko'tarib qo'yadi. Mana sahobalarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, sahobalar mushrik Allohga shirk keltirgan edi. Islomdan oldin barcha sahobalar emas, ba'zi sahobalar, misol Abu Bakr radhiyallohu anhu va yana boshqa sahobalar hattoki jahiliyat vaqtida ham shirk qilmagan. Hatto Abu Bakr radhiyallohu anhu jahiliyat vaqtida ham mast qiluvchi ichimlik ichishmagan. Va ba'zi sahobalar, misol Umar radhiyallohu anhu islomdan oldin mushrik edi, lekin ular Alloh va rasuliga iymon keltirishdi. Alloh va rasulini tanishdi. Va Alloh subhanahu va taologa Alloh taolo buyurgandek ibodat qilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo buyurgandek ergashishdi va Alloh subhanahu va taolo ularni dunyo va oxiratda darajasini ko'tarib qo'ydi. Hattoki ular dunyoda ekanda, dunyoda bo'lganida sahobalarga jannat bashoratini berdi. Va mana hozir bundan 1400 yildan beri Alloh subhanahu va taolo ularni darajasini dunyoda ko'tarib qo'ydi. Hamma misol islomni qabul qilgan kishi sahobalarning hayotini o'rganadi.
Musulmon kishi tavhid va e'tiqodni sahobalarning fahmiga ko'ra o'rganishligi kerak. Agar dunyo va oxiratda najot topaman deb niyat qilsa, xohlasa, ya'ni dunyo va oxiratda najot topishlikni xohlasa, tavhidni va aqidani sahobalardek, ya'ni sahobalarning fahmiga ko'ra o'rganishligi kerak. Tavhid bu Alloh taoloni yakkalashlik. Aqida bu e'tiqod. Va har bir musulmon agar dunyo va oxiratda najot topishlikni xohlasa, tavhidni va aqidani o'rganishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda o'zini tanitishlik uchun nozil qildi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib o'zini, ya'ni Alloh taoloni tanitishlik uchun payg'ambar qilib yubordi. Qur'on bu insonlarga Alloh taoloni tanitadi. Agarda inson dunyo va oxiratda saodatli hayotni xohlasa, Alloh taoloni sahobalardek tanishligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sahobalardek tanishligi kerak. Alloh va Rasulini sahobalardek tanimaganligi uchun ba'zi bir musulmonlar qiyin holatda bo'ladi. Hozir qaraydigan bo'lsak, atrofimizga va ba'zi musulmonlarga Alloh va Rasulini tanishmaydi. Alloh taoloni tanishlik faqatgina yuzaki bo'lmasligi kerak. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni faqatgina yuzaki tanib qo'yishlik bo'lmasligi kerak. Alloh taolo Yahud va Nasorolarni la'natladi. Agarda Alloh subhanahu va taolo bir qavmni la'natlasa, uni butun maloikalar, butun maxluqotlar la'natlaydi. Hatto hayvonlar, hatto toshlar, daraxtlar, butun maxluqotlar la'natlaydi. Alloh taolo Yahudlarni la'natladi va Nasroniylarni la'natladi. Nasroniylar Alloh taoloni tanishmadi. Alloh taoloni tanishmadi. Rasulini tanishmadi. Alloh taoloni tanimaganligi uchun Iso alayhisalomga tuhmatlar qilishdi. Nauzubillah, Iso Alloh taoloni Allohning o'g'li deyishdi. Nauzubillah. Va ba'zi boshqa bir nasroniylar Alloh bu Isodir, Iso Allohdir deyishdi. Mana shu sabab, ya'ni ular Alloh taoloni, Rasulini tanimadi. Mana shu sabab johil, ya'ni jaholat bilan ibodat qildi ular. Misol uchun xristianlarda rohiblariga qarasangiz, erkak rohiblar uylanmasdan o'tadi. Cherkovda ibodat bilan hayotini o'tkazadi. Ayol rohibalar ham cherkovda ibodat bilan hayotini o'tkazadi. Hatto erga tegmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana jaholatga qurilgan ibodatlarni qabul qilmaydi. Chunki bu nasroniylar Alloh taoloni tanimasdan turib ibodat qildi. Rasulini tanimasdan turib o'zlari bid'at bo'lgan, ya'ni xurofatlardan iborat bo'lgan ibodatlarni o'zlariga tuzib olishdi. Alloh subhanahu va taoloni tanimaganligi sabab Alloh taolo ularni la'natladi. Va yahudiylarni Alloh taolo la'natladi. Yahudiylar Alloh taoloni tanishar edi. Hatto yahudiylarni payg'ambarlar boshqarar edi. Bir payg'ambar vafot etsa, boshqa payg'ambar, Alloh subhanahu va taolo boshqa bir payg'ambarni yahudiylarga, Banu Isroilga yuborar edi. Yahudiylarni payg'ambarlar boshqarar edi. Va yahudiylar Alloh subhanahu va taoloni tanishar edi.
va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini farzandlaridan-da yaxshiroq tanishar edi. Hattoki siyrat kitoblarida keladi, yahudiylar mana shu Madina oldin Yasrib deb nomlangan. Mana shu Madinaga oxirgi payg'ambar mana shu yerlardan chiqadi deb Madinaga kelib, ya'ni ular kutib turishgan oxirgi payg'ambar chiqishligini. Chunki ularning kitobida oxirgi payg'ambar chiqishligini bashorat berilgan. Yahudiylar oxirgi payg'ambar Yasribdan, ya'ni hozirgi Madinadan chiqishligini ular bilishar edi. Shu sababdan ular o'sha yerga kelib oxirgi payg'ambarni chiqishligini kutishar edi. Hattoki yahudiylar mushrik bo'lgan o'sha Madinadagi arablarni qo'rqitishardi, ularga tahdid qilishardi. Ularga aytishardiki, hali bizni oramizdan payg'ambar chiqadi, biz sizlarni qirib tashlaymiz deb tahdid qilishar edi. Lekin ular kutgan payg'ambar arablardan chiqqandan keyin ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rib, payg'ambarlik ekanligini bilib, ular o'zlarini orasida aytganki, nima qilamiz endi deganda, o'lgunimizcha kurashamiz. Ya'ni o'lgunimizcha kurashamiz. Ular Alloh va rasuliga urush ochdi ular, yahudiylar. Ular Alloh subhanahu va taoloni tanishar edi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanishar edi. Lekin Alloh va rasulidan yuz o'girishdi. Ya'ni Alloh taologa ibodat qilishlikdan yuz o'girishdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirib ergashishlikdan yuz o'girishdi. Va mana shu sabab Alloh subhanahu va taolo mana bu yahudiylarni la'natladi. Hozir mana shu la'nati yahudiylar qanaqangi zulmlar qilyapti mana G'azzoda. Barcha maxluq, barcha insonlar, hattoki musulmon bo'lmagan insonlar ham la'natlaydi o'shalarda. Yosh go'daklarni, yosh chaqaloqlarni o'ldirib turganligi uchun, insonlarni ya'ni qirg'in qilib turganligi uchun, musulmonlardan qirg'in, G'azzodagi musulmonlarni qirg'inbarot qilib turganligi uchun insonlar ham hozirgi vaqtdagi insonlar ham la'natlaydi. Nafaqat musulmon, balki musulmon bo'lmagan insonlar la'natlaydi. Endi musulmon kishini ham uchta holati bo'ladi. Ya'ni musulmonlarni ya'ni uchga bo'lsak, birinchisi, misol Alloh va rasulini ya'ni musulmonlarning uchta holati bo'ladi. Birinchi holati, ya'ni birinchi holatdagi musulmonlar Alloh va rasulini sahobalardek tanib, Alloh subhanahu va taologa sahobalardek ibodat qilishadi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahobalardek ergashishadi. Mana bu musulmonlar dunyo va oxiratda ham saodatli hayotni Alloh subhanahu va taolo ularga nasib etadi. Xuddiki sahobalarga nasib qilgani kabi. Saodatli hayot bu to'kin sochillikda, boylikda, qasrlardek uylarda yashashlik emas bu. Saodatli hayot bu Qur'on bilan yashashlik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bilan yashashlik. Ya'ni Qur'onni o'zini hayotiga tatbiq qilishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini o'zini hayotiga tatbiq qilishlik bu saodatli hayot. Saodatli hayotni o'rganmoqchi bo'lsak, biz sahobalarning hayotini o'rganishligimiz kerak. Birinchi holatdagi musulmonlar mana shular va ikkinchi holatdagi musulmonlar bu nasroniylarning holatiga o'xshab ketadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni tanimasdan, ilm o'rganmasdan ibodat qilishlik Alloh taologa. Alloh subhanahu va taolo birinchi bo'lib ilm o'rgatgan, ya'ni birinchi bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib
tanbeh berib aytganki, Estağfirullah, fa'lam annahu la ilaha illalloh. Ey Allohning rasuli, bilingki Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Mana shu iymonda ilmi bu. Alloh subhanahu va taolodan boshqa ibodat qilinadigan iloh yo'q ekanligini, faqatgina ibodatga haqli bo'lgan iloh bu Alloh subhanahu va taoloni Alloh subhanahu va taolo deb bilishlik bu iymon ilmi. Ba'zi insonlar misol nima uchun namoz o'qib turganligini bilmaydi. Urf-odatlar, endi qarib qoldik. Endi masjidga chiqmasak bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Hamma tanishlarim, choyxonadagi do'stlarim namozga chiqyapti. Endi biz ham namozga chiqmasak bo'lmaydi. Deb mana shu rasm-rusumlarga ko'ra ibodat qilishadi. Ya'ni bir tushuncha borki, din bu ba'zi rasmlar, rusumlar, qabrlarga borib qo'yishlik, bayramda qabrlarga borib suralarni o'qib qo'yib, o'tganlarning haqqiga duo qilishlik. Din deganda ba'zi rasmlar, rusumlar deb tushunadi inson. Bu ilmsiz bo'lganligi uchun, Alloh va Rasulini sahobalardek tanimaganligi uchun ibodat qiladi, lekin u ibodatni Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodat bo'lmaydi. U ibodatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatma bergan, sahobalar qilgan ibodat bo'lmaydi. Mana bu ikkinchi holatdagi musulmonlarning holati Alloh subhanahu va taolo la'natlangan nasroniylarning holatiga o'xshaydi. Va uchinchi holatdagi musulmonlar bu eng achinarlisi Yahudiylarning holatiga o'xshab qolgan musulmonlar. Yahudiylar Alloh taoloni tanigan edi. Yahudiylar ilm sohibi edi. Ular kitob ahli edi, ya'ni ilm sohibi edi. Lekin amal qilishlikdan yuz o'girdi. Alloh subhanahu va taolo Alloh va Rasulini tanib, Alloh taologa sahobalardek ibodat qilmasa, ilm o'rganib, ilmiga amal qilmasa, bu Alloh subhanahu va taolo la'natlagan Yahudiylarning holatiga o'xshab qoladi. Inson dunyo va oxiratda saodatli hayotni xohlasa, Alloh va Rasulini sahobalardek tanishligi kerak. Alloh subhanahu va taoloni sahobalardek tanib, Alloh taologa sahobalardek ibodat qilishligi kerak. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalardek tanib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalardek ergashishligi kerak. Saodatli hayot mana shunday bo'ladi. Saodatli hayot bu to'kin sochillikda emas, qasrlarda yashashlikda emas, boylikda, dunyo lazzatida yashashlikda emas. Saodatli hayot Qur'onda inson hayotiga tatbiq qilishligi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlarini o'rganib hayotiga tatbiq qilishligi, islomga ko'ra Alloh va Rasuli buyurgandek yashashligi, Alloh va Rasuli buyurgan solih amallarni qilishligi, mana bu haqiqiy, bu saodatli hayotdir. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, قال مشايخ المعتمدون مثل الشيخ عبد القادر وغيره والإقرار بالشهادتين يتضمن معرفة. ishonchli shayxlar Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, ishonchli shayxlarimiz xuddiki Shayx Abdul Qodir va yana boshqa shayxlarimiz aytadiki, shahodatga, ya'ni kalima shahodatga iqror bo'lishlik bu ma'rifatni, ya'ni Alloh va Rasulini tanishlikni o'z ichiga olgan.
Va Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, فإن أول ما أوجب الله على لسان رسوله هو إقرار بالشهادتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك قال مشايخ المعتمدون مثل الشيخ عبد القادر وغيره والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله aytadilarki, Alloh taolo rasulining tiliga ko'ra insonlarga birinchi bo'lib vojib qilgan narsa, farz qilgan narsa bu shahodatga, ya'ni kalima-i shahodatga iqror bo'lishlik. Kalima-i shahodat, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Men guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning rasuli va elchisidir deb guvohlik berishlik bu kalima-i shahodat deb aytiladi. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, Alloh taolo o'zini rasulining tiliga ko'ra insonlarga birinchi bo'lib farz qilgan narsa bu kalima-i shahodatga iqror bo'lishlik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni Yamanga jo'natib turganlarida aytganlarki, innaka taqdamu ala qawmin ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilayh shahadatan an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuga qarab aytganlarki, ey Muaz, albatta sen kitob ahlidan bo'lgan bir qavmga ketyapsan. Birinchi bo'lib ularga da'vat qilish, ya'ni da'vat qiladigan narsang Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berishlikka bo'lsin va albatta Muhammad Allohning rasulidir deb guvohlik berishlikka bo'lsin. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda aytibdilarki, ey Muaz, insonlarni birinchi bo'lib kalima-i shahodatga da'vat qilgin deb aytishyapti. Va Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, ishonchli shayxlarimiz xuddiki Shayx Abdulqodir va boshqalar aytadiki, kalima-i shahodatga iqror bo'lishlik bu Alloh va rasulini tanishlikni o'z ichiga olgandir. Ya'ni kalima-i shahodatga iqror bo'lgan kishi, ya'ni kalima-i shahodatni aytgan kishi Alloh taoloni sahobalardek tanishligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalardek tanishligi kerak. Kalima-i shahodatning o'zini ilmi bor, o'zini shartlari bor. Mana shu ilmini, kalima-i shahodatda ilmini va kalima-i shahodatning shartlarini har bir musulmon bilishligi kerak. Kalima-i shahodatda har bir kishi, har bir musulmon kalima-i shahodatni aytadi. Misol namozlarda salom berishdan oldin at-tahiyotni o'qiganda musulmon kishi kalima-i shahodatning ma'nosini bilishligi shart. Bu juda zarur bu. Kalima-i shahodat bu ahdlashma, shartnoma, kalima-i shahodat. Inson agarda kalima-i shahodatni aytganda u quyidagi shartnomani aytgan bo'ladi. Men guvohlik beramanki, Alloh taolodan o'zga iloh yo'qdir deb guvohlik beraman. Bu Alloh subhanahu va taolo bilan ahdlashma. Ey Robbim, ey Alloh, men faqatgina senga ibodat qilaman deb guvohlik berish bu. Va kalima-i shahodatning keyingisi va men guvohlik beramanki, albatta Muhammad Allohning rasulidir sallallohu alayhi vasallam. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ahdlashma. Ya'ni men faqatgina Allohning rasuli bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashaman deb inson ahdlashma qiladi. Va musulmon kishi mana shu ahdlashmasiga sodiq bo'lib turishligi kerak. Sodiq bo'lishligi kerak. Agarda bu ahdlashmani buzsa,
Alloh subhanahu va taolo o'zi ofiyatda saqlasin, inson oxiratda jahannam bilan azoblanadi. Oddiy misol, bir inson bir joyda ishlamoqchi bo'lsa, o'sha ishlaydigan joyda shartlarini qabul qilishligi kerak. Agar qabul qilmasa, uni u joyda ishga olmaydi. Va o'sha rasmiy joylarda ishlashni xohlasa, rasmiy joylarga borib, shartlarni o'rganib chiqishligi kerak. Shartlarni o'rganib chiqib, agar u shartlari o'ziga ma'qul kelsa, uni qabul qilsa, u inson u rasmiy joylarda ishlay oladi. Agarda u shartlarni qabul qilib turib, qog'ozlarga imzo qo'yib turib, ahdlashma tuzgandan keyin bu shartlarni buzsa, u inson, u shartlarni buzgan inson, ahdlashmani buzgan inson u yerda ishlolmaydi. Uni darhol ishdan olib tashlaydi, ya'ni ishdan chiqarib yuboradi. Va xuddi shunday, agar musulmon kishi mana bu kalima-i shahodatdagi ahdlashmani buzsa, agar tavba qilmasa, tavba qilmagan holatda o'lib ketsa, oxiratda jahannam bilan Alloh subhanahu va taolo azoblaydi. Ibrohim ibn Adham aytadilarki, bu kishi tobiinlar vaqtida yashab o'tgan salaflardan, salaf imomlarimizdan, ahli sunna va jamoani salaf imomlaridan. U kishi aytadiki, Sadaqallohu azza va jalla fima yaqul, ista'zu billah, va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Va lam yaqul va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'muru ad-dunya wa yajma'u al-amwal wa yabnu ad-dur wa yushayyidu al-qusur. ويتلذذ ويتفكه ويقول استعذ بالله فبهداه مقتده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Salaflardan biri Ibrohim ibn Adham aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarida to'g'ri aytdi. Alloh taolo aytdiki, astag'firullah, va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Men jin va insonlarni faqatgina menga ibodat qilishliklari uchun yaratdim. Va bu Alloh taolo mana bu so'zda to'g'ri aytdi. Va Alloh subhanahu va taolo men jin va insonlarni faqatgina dunyoda oxiratni unutib, faqatgina dunyoda yashashliklari uchun yaratmadim. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda aytdiki, men jin va insonlarni faqatgina oxiratni unutib, faqatgina dunyoda yashashliklari uchun yaratdim. Va mol dunyolarni to'plashliklari uchun, uylarni qurishliklari uchun va qasrlarni qurishliklari uchun va dunyo lazzatlarida yashashliklari uchun va o'yin kulgularda yashashliklari uchun yaratdim deb aytmadi. Balkim Alloh subhanahu va taolo aytdiki, "Va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Men jin va insonlarni faqatgina menga ibodat qilishliklari uchun deb, ya'ni faqatgina menga ibodat qilishliklari uchun yaratdim deb aytadilar. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo insonlarni oxiratni unutib faqatgina dunyo uchun, yahudiylar kabi, yahudiylar oxirat uchun yashamaydi, faqat dunyo uchun yashaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonlarni oxiratni unutib faqatgina dunyo uchun yashashligi uchun yaratmadi va mol dunyoni to'plashligi uchun ya'ni yaratmadi. Balkim Alloh subhanahu va taolo insonlarni faqatgina jin va insonlarni faqatgina o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Agar musulmon kishi Alloh va Rasulini sahobalardek tanisa, mol dunyo bilan ham Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishligini tushunib yetadi.
Misol uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu dinni yo'liga mol dunyolarini sarflaganlar. Usmon radhiyallohu anhu dinga mol dunyolarini, o'zlarini bor butlarini sarflaganlar. Umar radhiyallohu anhu mol dunyolarini din yo'liga sarflaganlar. Agar inson Alloh va Rasulini sahobalardek tanisa, ya'ni mol dunyo bilan ham Alloh taologa ibodat qilishlikni tushunib yetadi. Mol dunyoni to'plashlik, ya'ni agarda, ya'ni buni o'zini holatlari bor. Agar inson faqatgina mol dunyo to'plashlik uchun yashasa, bu ma'lumot qilinadigan holat. Hozir mana shu holatda o'zimizni O'rta Osiyolarda kuzatasiz. Xuddiki Alloh subhanahu va taolo insonlarni Rossiyaga, xorijlarga borib, dindan, Alloh va Rasulidan yuz o'girib, xorijlarga borib, faqatgina dunyo to'plab kelib, keyin O'zbekistonda dang'ir-dung'ir qilib 20 ming, 15 ming dollarlar sarflab to'y uchun yaratgandek deb tushunib qolasiz. Ba'zi holatlarda ya'ni guvoh bo'lasizki, men o'zim guvoh bo'lganman. To'yda bitta tort uchun, kelin kuyovga qilinadigan tort uchun 25 ming dollar sarflangan. Bu qanaqangi bir isrofgarchilik. Mana shu yosh oilani hayotida, to'ydan keyingi hayotida mana bu isroflar sababli tinch totuvli bo'lmaydi. Barakali hayot bo'lmaydi. Balkim bizni yaqin tariximizga qaraydigan bo'lsak, Chor Rossiyasi, ya'ni birinchi bo'lib Chor Rossiyasi O'rta Osiyolarni bosib olgan, undan keyin kommunistlar bosib olgan. Mana shu kommunistlar kelib musulmonlarni qirgan. Mol dunyolarni to'plab o'zlarini yurtlariga, mana shu hozirgi Rossiyaga olib ketgan. Bir ahli ilm, o'tib ketgan ahli ilm, Alloh taolo rahmat qilsin, o'tib ketgan ahli ilm aytadiki, Amir Olimxonni davlat xazinasidan emas, balkim o'zini yashirib qo'ygan uyidagi xazinasi 9 vagon, ya'ni oltinlar chiqqan. Hali bu davlat xazinasidagi pul emas. Amir Olimxon o'zi yashirib qo'ygan uyidagi oltinlar 9 vagon oltin chiqqan. Endi davlatdagi xazinani tasavvur qiling endi. Lekin Buxorodagi madrasalarda tolibi ilmlar sovuqdan qaqshab o'lgan. Ya'ni qattiq sovuq bo'ladi bizning diyorlarda. Yozda ham juda qattiq issiq bo'ladi, qishda ham juda qattiq sovuq bo'ladi. Mana shu Buxorodagi madrasalarda ko'mir yo'qligidan, o'tin yo'qligidan madrasadagi talabalar sovuqdan qaqshab o'lgan. Lekin bu yerda Amir Olimxonni o'zini uyida 9 vagon oltin chiqyapti. Mana shu oltinlarda, davlat xazinasidagi oltinlarda, o'zini uyidagi oltinlarda Alloh subhanahu va taoloning yo'liga sarflamaganligi sabab mana shu kommunistlar bosib olib O'rta Osiyoni, musulmonlarni qirg'inbarot qilib, mana shu oltinlarni olib ketdi. Mana shu Amir Olimxon o'zini davlatidagi to'plagan xazinalarini xuddiki mana shu ruslar uchun to'plagandek bo'lib qoladi. Agarda musulmonlar yana mana shunday holatlarda bo'lsa, mana shu insonlar yaqin tariximizdagi ruslarni bostini, ya'ni ishg'ol qilgan, ruslar bosib olgan, qirg'inbarot qilgan tarix yana qaytariladi. Agar musulmon insonlar o'ziga kelmasa, Alloh va Rasuliga qaytishmasa, yana mana shunday holatlar yuzaga keladi. Mana o'zi boshlanyapti, Xitoy kelib yotibdi. Xitoy Chor Rossiyasi qilgan ishlarni qilmoqchi, lekin ular tijorat sohasi bilan qilmoqchi. Ya'ni mana bu kommunistlarga o'xshab bosib olib
bosib qirg'inbarot qilishlik bilan emas, balkim tijorat bilan bosib olib turib, keyin qirg'inbarot qilishlik. Mana ya'ni Uyg'ur birodarlarimizga zulmlarni qilyotibdi. Agar musulmon O'rta Osiyodagi musulmonlar Alloh va Rasuliga qaytishmasa, Alloh va Rasulini sahobalardek tanib, Alloh va Rasuli buyurgan solih amallarni qilmasa, Uyg'ur birodarlarimiz boshiga kelgan zulmlar, qirg'inbarot O'rta Osiyodagi, ya'ni bizni ham boshimizga yetib keladi. O'zbekistondagi tarixchilar aytadiki, jadidlar boylardan yordam so'ragan. Ya'ni tarixchilar, endi qanchalik to'g'ri bilmadim, tarixchilar aytadiki, o'sha vaqtda bitta boyni mana shu musulmon diyorini himoya qilishlikka qurbiyati yetgan ya'ni qurbiyati yetgan. Jadidchilar o'sha vaqtdagi ahli ilmlar, ya'ni jadidchilar boylardan yordam so'rab yurgan. Ya'ni ofitserlarda yollanma pul bilan yollanadigan ofitserlarda, ya'ni urushadiganlarni yollaylik, o'zimizni musulmon diyorimizni himoya qilaylik. Qurol yarog' texnikalarni inglizlardan sotib olaylik deganda biron bir boylar yordam bermagan. Ana o'shalar boylarni ruslar, kommunistlar kelib bosib olib qirg'inbarot qilib tashlagan. Pullarni to'plagan pullarini olib ketgan va ba'zilari qochib ketgan, to'plagan boyliklarini olib Yevropaga qochgan va yana boshqa davlatga qochib borgan davlatlar ham to'plagan pullarini olib musodara qilib ularga qaytib bermagan. Mana shunday ayanchli, achinarli hayotni boshlaridan o'tkazgan. Agarda inson mol dunyo to'plab uni Alloh subhanahu va taoloning yo'liga sarflasa, bu qilgan ishi ibodat bo'ladi. Lekin ibodatlarning eng asosi bu namozdir. Namoz. Misol uchun bir binoni, bir uyda qurilganda fundamenti quriladi. Agar fundamenti bo'lmasa, uy qurilsa ham uy qulab ketadi. Ya'ni yer bilan bitta bo'ladi. Nimaga? Fundamenti yaxshi qurilmaganligi uchun. Ibodatning ham fundamenti bu namozdir. Faqatgina yakkagina Allohga ibodat qilishlikdir. Aytmoqchi bo'lganim, mol dunyo to'plab uni Alloh taoloning yo'liga sarflashlik bu ibodatdir. Va Ibrohim ibn Adham so'zlarining davomida aytadiki, Alloh taolo insonlarni uylar, qasrlar qurishlik uchun yaratmadi. Ya'ni hozir mana misol ba'zi insonlar O'rta Osiyoda, misol Rossiyaga borib, ya'ni boshqa xorijiy davlatlarga borib ishlashadi. Nima uchun? To'y qurishlik uchun, uy qurishlik uchun. Lekin ishlashlik ham halol, Alloh va Rasuli buyurgandek halol ishlashlik ham bu aslida bu ham ibodat. Lekin ibodatni Alloh va Rasulini buyurgan, ya'ni solih amallarni qilmasdan, buyurgan ibodatlarni qilmasdan faqatgina dunyo uchun yashashlik bu zalolatdir. Mana shu zalolat hozir o'zimizning diyorlarda juda avjiga chiqqan. Qasrlarga o'xshab uylarni qurib, u uyda o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, mening ummatimning yoshi 60 bilan 70 ning orasida. Ya'ni mening ummatim 60 yoshgacha yashaydi yoki 70 yoshgacha yashaydi deb aytganlar. Qisqagina dunyoda shunaqangi dang'illama qasrlar quriladiki, u qasrlarda yashasa yo 20 yil yashaydi yoki 10 yil yashaydi yoki 1 oy yashaydi yoki 6 oy yashaydi. Lekin abadiy hayot bo'lgan oxirati uchun qasrlar qurmaydi. Oxirat uchun qasrlar, ya'ni oxirat uchun qasrlar qurishlik qanday bo'ladi deb savol tug'ilinsa, bu Alloh va Rasulining sahobalardek tanib, Alloh subhanahu va taologa sahobalardek ibodat qilishlik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalardek tanib, sahobalardek ergashishlik va Alloh subhanahu va taolo buyurgan solih amallarni qilishlik, bu oxiratda, ya'ni jannatda qasrlar qurishlik
harakat qilishlikdir. Abadiy hayot bu oxiratda, bu dunyoda emas. Hozir insonlar xuddiki bu dunyoda 1000 yil yashayman deb qasrlar quradi, lekin bu qasrlar bitgandan keyin yo 6 oy yoki 1 oy yoki 2 yil qisqa muddat yashaydi, abadiy hayotga ketadi. Ya'ni oxiratda o'lim yo'q. Jannatda ham o'lim yo'q, do'zaxda ham o'lim yo'q. Va bizni yaqin qarindoshlarimizdan biri o'zini qurilish kompaniyasi bo'lgan. Umrini oxirida shunaqangi dang'illama uy qurgan, u uyda yashasa 6 oy yashagan, keyin vafot etdi u odam. Vafot etdi. Bu hayot juda qisqa. Biz saodatli hayotga, ya'ni oxiratdagi saodatli hayotga harakat qilishimiz kerak. Va Ibrohim ibn Adham so'zlarining davomlarida An'am surasi 90-oyatda o'qib aytganki, Astagfirullah, fabihudahum muqtadi. Ya'ni bu oyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo xitob qilib aytganki, rasullarning yo'liga ergashing deb aytgan. Bu Ibrohim ibn Adham bu oyatlarni keltirishlaridan maqsad insonlarga xitob qilib aytishyaptiki, rasullarning yo'liga ergashgan deb aytyapti. Va so'zlarining davomlarida Ibrohim ibn Adham aytganlarki, ya'ni boshqa Al-Bayyina 5-oyatda o'qib aytgan. Astagfirullah. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus-solata va yu'tuz-zakata va zalika dinul qayyima. Insonlar faqatgina Allohga, ya'ni to'g'ri yo'ldan adashmasdan dinda faqatgina Allohga ixlos qilgan holatda Alloh taologa ibodat qilishlik uchun buyurilgandir va namozni qoyim qilishlik uchun buyurilgandir va zakotni berishligi uchun, zakotni ado etishligi uchun buyurilgandir. Va zalika dinul qayyima. Va mana shu din to'g'ri dindir. Insonlar haqiqatdan to'g'ri yo'ldan adashmasdan dinda faqatgina Allohga ixlos qilib, Alloh taologa ibodat qilishlikka buyurilgandir. Va namozni qoyim qilishlikka buyurilgan. Namozni qoyim qilishlikda ba'zi xatolar bor. Namozni ado qilishlik bor va namozni qoyim qilishlik bor. Namozni ado etishlik bu azon bo'lishi bilan masjidda namozni o'qishlik, bu namozni ado etishlik. Lekin namozdagi narsalarda inson hayotiga tatbiq qilishligi, namozda Alloh subhanahu va taolo bilan ahdlashgan narsalarda, misol namozda Fotiha surasida aytamizki, Astagfirullah, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqatgina senga ibodat qilamiz, faqatgina sendan yordam so'raymiz deymiz. Va namozda ham biz Alloh subhanahu va taolo bilan ahdlashamiz. Va namozdagi narsalarni dunyoga tatbiq qilishlik bu namozni qoyim qilishlikdir. Agar bir inson namoz o'qisa-ku, lekin aslida namoz insonni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradi. Namoz, ya'ni bir inson agar namozni o'qib turgan bo'lsa va u faqatgina yaxshilik qilib, yomonlikdan saqlanib turgan bo'lsa, demak mana bu inson namozni qoyim qilyapti. Lekin bir inson namoz o'qiydi, vaqtida namoz o'qiydi. Azon bo'lishi bilan masjidda 5 mahal namoz o'qiydi. Birinchi saflarda namoz o'qiydi. Lekin masjiddan namozni o'qib bo'lib chiqqandan keyin masjiddagi holati bilan tashqaridagi holatda u insonning holatida yer bilan osmoncha farqi bo'ladi. U inson o'qigan namozni ado etgan insonni namozi yaxshilikka buyurmaydi. U ya'ni aslida namoz yaxshilikka buyuradi, lekin u yomonlikka, ya'ni namozni yaxshilikka buyurishligini orqasiga tashlab faqat yomonlik qilib yuradi.
Lekin bu inson namozni qoyim qilmayapti. Balki namozni ado etyapti. Lekin namozni qoyim qilmayapti. Namozni qoyim qilishlik bu namozdagi oyatlar, o'qilingan oyatlarni, zikrlarni hayotga tatbiq qilishlik. Namozda Allohu akbar deymiz. Namozda, masjidda Allohu akbar deymiz. Lekin hayotimizda Allohu akbarni asorati ko'rinadimi? Bunga o'xshagan zikrlar bor namozda. Subhan robbiyal a'la, Subhan robbiyal azim. Mana shuni, misol Fotiha surasini o'qiymiz. Mana shu suralarda, zikrlarda hayotimizga tatbiq qilyapmizmi? Agar qilmay turgan bo'lsak, biz faqatgina namozda ado etyapmiz. Namozni mana bu oyatda va yuqimus sola va insonlar namozni qoyim qilishlikka buyurilgandir deb Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Ya'ni namozni qoyim qilishlik bu Qur'on va sunnatni agar inson hayotida tatbiq qilsa, Qur'on va sunnatga amal qilsa, hayotiga tatbiq qilsa va boshqalarga o'rgansa, demak bu namozni qoyim qilyapti. Lekin bularni qilmasa, namoz o'qiydi, lekin u namozxonda og'zidan biron bir musulmon salomat qolmaydi. G'iybat qiladi, og'zi tili bilan zulm qiladi yoki qo'li bilan, oyoqlari bilan zulm qiladi. Lekin bu odam namoz o'qisa ham, lekin namozni qoyim qilmayapti. Balki namozni ado etyapti. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, va yuqimus sola, namozni qoyim qilishlikka insonlar buyurilgan deb. Alloh subhanahu va taolo hammamizni muttaqillardan, muhsinlardan, solih insonlardan, mo'min insonlardan qilsin. Allohumma amin. Va Alloh subhanahu va taolo Asr surasida aytadiki, Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alloh subhanahu va taolo mana bu Asr surasida birinchi oyatida asrga, ya'ni zamonga qasam ichyapti. Ya'ni asrga qasam ichyapti. Va keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, innal insana lafi khusr. Albatta barcha insonlar zarardadir. Va mufassir olimlar, salaflardan biri aytadiki, val khasar maratibu mutaaddida mutafawita qad yakunu khasaran mutlaqan ka halin man khasara ad-dunya wal akhirah wa fata an-na'im wa istahaqqa al-jahim. Zarar bu turli bo'ladi. Ya'ni mutlaq zarar bo'ladi va ba'zi holatlarda inson mutlaq zararda bo'ladi. Kofirlar, yahud va nasoronlar, mushriklar, bular barchasi mutlaq zararda. Mutlaq zararda. Bu birinchi holati. Ba'zi insonlar, misol musulmon insonlar, umumiy musulmonlar mutlaq zararda bo'lmaydi. Mutlaq zararda bo'lgan inson dunyo va oxiratda zararda bo'ladi. Va jannatni qo'ldan jannatni Alloh subhanahu va taoloning rizosini, jannatini qo'ldan boy berib, jahannamiga, Alloh subhanahu va taoloning jahannamdan azoblanishiga haqli bo'lgan insonlar, bular mutlaq zararda bo'lgan insonlar. وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. Va gohida bir inson ba'zi ko'rinishlarda zararda bo'ladi va shu sababli bu yerda Alloh subhanahu va lihada ammallohu al-khasara li kulli insan illa man ittasafa bi arba'i sifat.
Shu sababli bu yerda Alloh subhanahu va taolo umumiy qilib aytdiki, albatta barcha insonlar, ta'kidlab aytyapti. Albatta barcha insonlar zarardadir. Alloh subhanahu va taolo Alloh va Rasulini sahobalardek tanib, Alloh subhanahu va taologa sahobalardek ibodat qilmagan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalardek tanib, sahobalardek Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmagan insonlar bular mutlaq zarardadir. Mutlaq, ya'ni dunyo va oxiratda zararda bular. Lekin agar bir inson, musulmon kishi Alloh va Rasulini sahobalardek tanib, Alloh va Rasuli buyurgan solih amallarni sahobalardek ado etsa, bu inson dunyo va oxiratda saodatli hayotda yashaydi. Va endi musulmonlar ham ba'zi holatlarda zararda bo'ladi. Misol uchun, vaqtini harom narsalarga sarflayaptimi? Demak, bu inson zarardadir. Yoki mol dunyosini Alloh yo'liga sarflamayaptimi? Bu inson zararda. Mana misol yaqin tariximizni zikr qildik. Amr Olimxon va yana boshqa boylar o'zlarini mol dunyolarini Alloh yo'liga sarflamaganligi uchun ular zararda bo'ldi. Ularni xorlik, ya'ni ular xor holatda vafot etdi. Itdek xor bo'lib o'lib ketdi. Agarda bir musulmon kishi mol dunyosini Alloh yo'liga sarflamasa, bu zararda. Ilm o'rganmasa, ya'ni tavhid va aqidani o'rganmasa, Alloh va Rasuli buyurgan ilmlarni o'rganmasa, Alloh va Rasuli farz qilgan ilmlarni o'rganmasa, bu inson zararda. Va bunga o'xshagan misollar ko'p. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu Asr surasini davomida aytadiki, illallazina amanu va amilus solihat va tawassaw bil haqqi va tawassaw bis sabr. Lekin iymon keltirgan kishilar va solih amal qilgan kishilar va bir-birlariga haqni tavsiya qilgan kishilar va bir-birlariga sabrni tavsiya qilgan kishilar zararda emasdir. Balkim saodat dunyo va oxiratda saodatli hayotdadir. Va Sa'diy rahimahulloh aytadilarki, ولهذا عم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربعة الصفات. Shu sababli Alloh subhanahu va taolo butun insonlarni umumiy qilib aytdiki, zararda. Faqatgina 4 ta sifat bilan sifatlangan insonlar zararda emasdir, balkim saodatli hayotdadir. Birinchisi, Alloh va Rasuli buyurgan, ya'ni iymon keltirishlikni buyurgan narsalarga iymon keltirishlik va amalus solih va solih amal qilishlik, Alloh va Rasuli buyurgan solih amallarni qilishlik. Va tawassuv bil haqq, ya'ni haqni bir-birlariga tavsiya qilishlik. Ya'ni barcha yaxshiliklarni e'tiqodiy jihatdan va solih amal jihatidan barcha yaxshiliklarni bir-biriga tavsiya qilgan kishilar bular saodatli hayotda, dunyo va oxiratda saodatli hayotda bo'ladi. Va bir-birlarini sabr qilishlikka chaqirgan kishilar dunyo va oxiratda saodatli hayotda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Mu'minun surasi 115-oyatda aytadiki, Estağfirullah, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un. Ey insonlar, sizlar albatta biz sizlarni behudaga yaratdik deb o'ylaysizlarmi? Albatta sizlar bizni huzurimizga qaytib kelmaysizlarmi? Deb, ya'ni qaytib
kelmaysizlarmi deb o'ylaysizlarmi? Ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonlarni behudaga yaratmadi. Ya'ni insonlarni, ya'ni butun maxluqotlarni behudaga yaratmadi. Oddiy misol daraxtni o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, u behudaga yaratilmadi. İnsonlarga foydasi, manfaati bo'lishlik uchun yaratildi. Va Alloh subhanahu va taolo ham insonlarni behudaga yaratmadi. Ya'ni yeb ichishlik uchun, oxiratni unutib, Alloh va Rasulidan yuz o'girib, yeb ichishlik uchun va dunyoda rohatlanishlik uchun, dunyo lazzatlari bilan rohatlanishlik uchun Alloh subhanahu va taolo ularga biron bir narsani buyurmasdan va ularni biron bir narsadan qaytarmasdan faqatgina mana shu aysh-ishrat dunyosida yashab behudadan, ya'ni behudaga ko'ra, ya'ni yaratmadi Alloh subhanahu va taolo. Balkim Alloh subhanahu va taolo insonlarni yuqorida oyatlarda aytadiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jin va insonlarni faqatgina menga ibodat qilishliklari uchun yaratdim deb Alloh subhanahu va taolo insonlarni behudaga yaratmaganligini bayon qildi. Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni avvalambor o'zimizga va yana boshqa barcha musulmonlarga foydali va manfaatli qilsin va insonlarning hidoyatiga ushbu darslarimizni sababchi qilsin. Allohumma amin. Va Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni barakali va davomiyli qilsin. Allohumma amin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka va natubu ilayk.